55 santimetrlik hot-dog shunaqa narx bo'lib ketdimi? O'zingizlarga foyda qilyaptimi? O'zini 55 santimetrlik hot-doglari bilan mashhur bo'lgan Hot-Dogersga keldik. Bu joy Ramazon oyi munosabati bilan zo'r aksiyani yo'lga qo'yibdi. Qani aksiyadagi hot-doglardan yeylikchi? Menyudagi xohlaganingni ol, hammasi aksiyada. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Menyuda ko'rayotgan 55 santimetrlik hot-doglarning hammasining narxi 5000 so'mdan arzonlashgan. Oldin yeb ko'rganman. Qani mazasini ko'raylikchi, ichida bu narsa kamaymaganmi? Bismillah. Undan tashqari shu joyga kelib yeydigan bo'lsanglar, har bir 55 santimetrlik hot-dogga bitta kola qo'shib berishar ekan. Mazasi yaxshi, souslari me'yorida, narx arzonlashganiga sifati o'zgarmagan. Da rostdan ham o'tgan safar yeganim bilan bir xil, ichida hech narsa o'zgarmagan. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar bilan bemalol shotka kelib yesanglar bo'ladi. Agar bu yerga yeydigan bo'lsanglar, bitta kola tekin eslardan chiqmasin. Shu vaqtga keladigan bo'lsak, obeddan keyin 16:00 dan sahar 5 gacha ishlashadi. Profilligini atmetga qilib qo'yganman. Pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, dastavka ham qilib berishadi. Manzil Chilonzor metrodan Farqatskiy bozor keverishda yo'l yuzi joylashgan. Aniq lokatsiya kerak bo'lsa, Telegram kanaliga tashlab qo'yganmiz.